Do'stlar, Agrota Holdingsda Ukrainaning Kerlan kompaniyasini mini plugchalari kelgan, klassik plug 3 korpusli, 2 korpusli. Ya'ni 24 ot kuchidan baland bo'lgan traktorlar uchun juda zo'r tanlov. Undan tashqari apriski etildi, maydarog'i kerak bizga deyilganlar uchun mana kompaktli 300 litrlik gidravlitskiy hisoblanadi. Traktorda o'zida o'tirib olib, bemalol tushirib chiqarib ishlatsanglar bo'ladi. Yo'mkisi mana 300 litrlik bemalol maza qilib, mini traktorlar ham bemalol foydalansa bo'ladi. Undan tashqari do'stlar, mana bizlarda mexanitskiylari ham bor. Mana mexanitskiy varianti 6 metrdan 12 metrga bemalol dorini sepib maza qilib ishlatsanglar bo'ladi. Undan tashqari nasosi bor, suvni tortib oladigan nasoslarigacha bor. Materiallar nirjavishniy, farsunkalari ham yaxshisidan qo'yilgan. Buni soni cheklanib qoldi, chunki sezon bo'lganligi zo'r ketyapti. Pastda nomerlar qoldiraman. Sizlar ham shunaqa yaxshi apriskitel egasi bo'lib qolasizlar degan umiddamiz. Telefon qilsanglar, biz dastavkasini ham qilib beramiz kelishsak.